Assalomu alaykum aka-ukalar, YouTube tomoshabinlari. Kalif quyonimiz bor edi. Hozir gnizdosiga qarasam, shu yerda o'lib qolibdi. Nima qilishni bilmayapman. 6 ta bolasi bor buni. Qanaqa baqaman endi? Bilganlar kommentariyaga yozib yuboringlar. Oxirgi 3 kun rosa emizdan sho'llar bolasini. Rosa yaxshi quyon edi. 5-6 kilo vazni bor. Bu erkak quyon. Bu quyonimiz hali tug'madi, emizaylik desam. Mana bitta quyonimiz tuqqan. 3 kun bo'ldi. Nima qilaydi? Shuni ushlab berib emizamanmikan endi? Nima qilishni ham bilmay qoldim. Sovuq suv bergan ekanman. Sovuq suv bermash kerak ekan quyonga, issiq suv berish kerak ekan. Iliq endi qo'l kuymaydigan. 5 minutdan keyin qaytarib olib qo'yish kerak ekan. Sovuq suv ichmash kerak ekan, ichagi shamollab qolar ekan. Nima qilishni bilganlar kommentariyaga yozib ketamiz.